Hammaga salom. Bugungi videoga Yevropaga fura haydovchilariga yuk bog'lash qoidalarini o'zgina bo'lsa ham ko'rsatib ma'lumot berib o'taman. Ana birinchi oxiriga bu shtanga qo'yiladi rezinka bilan. Bu o'zi 400 kiloni ushlashga mo'ljallangan. Endi strafovka bular og'ir. Keyin ana bunday rement bu tomondan bu tomonga uголок qo'yamiz, chunki ana beri qirrasi ostrib. Bu rementni yirtib yuborishi mumkin. Ikki qo'ylab qattiq tortmaymiz ham ana. Ana shunday taranglikka bo'ladi. Xullas hech qayerga ketmaydi, ana shunday taranglikka bo'ladi. Agar qattiq tortsak bu bukilib ketadi. O'zi tashqaridan ham ko'rsataman. Tashqi tarafdan mana bunday bog'lanadi yuk. Xullas menimcha o'zgina bo'lsa ham tushunarli bo'ldi.